Assalomu alaykum hammaga. Bizni navbatdagi grammatik qo'shimchamiz bu sifat plus in va ot. Bu qanaqa grammatik qo'shimcha? O'zbek tilida bilamizki, sifatlar otdan oldin keladi va otda gapda aniqlovchi vazifasida keladi. Koreys tilida ham xuddi shunday sifatlar otdan oldin keladi, lekin bizda sifatlarni tuslab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, katta uy deyotgan paytimizda katta qda sifatini shunchaki mana shu holatda gap holatida mana bunday qo'llay olmaymiz. Bu tuslangan holatda kelishi kerak. Mana shu aniqlovchi vazifasini yaratib beradigan sifatni o'sha gapda aniqlovchi vazifasiga tuslab beradigan grammatik qo'shimcha bu in grammatik qo'shimchasi hisoblanadi. Juda ko'p holatlarda uchraydigan grammatik qo'shimcha mana. Unli bilan agar tugagan sifat bo'ladigan bo'lsa n qo'shiladi, n. Masalan, katta uy demoqchimiz. Qda katta degani endi ta'ni olib tashlashimizdagi unli bilan tugaganligi uchun so'z n qo'shamiz. Qin chip katta uy. Masalan, yeppida chiroyli, yeppin yo'ja bo'lsa chiroyli qiz. O'shanday undosh bilan tugagan sifatlarga in qo'shiladi. Masalan, kichkina so'zimiz chakta, kichkina sumka ma'nosi kelyapti bu yerda. Chagin kabang. Qimmat pissada, pissadaga pissan o't bo'lyapti. N qo'shilyapti unli bilan tugagan uchun. Qimmat kiyim. Istisno holatlari bor. Bular qaysilar? Itta va opda so'zlarimiz, bularga nin qo'yiladi. Masalan, chemitta qiziqarli degan so'zimizga qiziqarli film deb gapda keladi aniqlovchi bo'lib sifat cheminin yonghua bo'ladi. Puli yo'q odam demoqchimiz Toni omnin saram. Ko'ryapmiz qanday holatda ishlatilyapti. Bu in grammatik qo'shimchamizni haqidagi bor ma'lumotlar shular edi. Endi xo'p, bunaqa chalkashtiruvchi grammatik qo'shimchalar ko'p uchraydi. Keyingi holatda sifat fe'llarga qo'shilib, ya'ni sifatdosh yasaydigan inninlar ham bor. Bunga chalg'itmaslik kerak. Buni qanday chalg'itmaymiz, qanday adashtirmaymiz desalaringiz, mana shu video bilan keyingi ya'ni fe'llarga qo'shilib innin sifatdosh bo'lib kelgan holatini men unga ham video chiqaraman. Uni ham yaxshilab ko'rib tushunishlaringiz kerak bo'ladi. Shunda ikkalasining farqini bemalol tushuna oladigan bo'lasizlar. Bugungi darsimiz shu yergacha edi. Sog' bo'linglar.